Satuvimizda Monza avtomobili geldi dostlar. Karabri yandan satış olsa videomuzu berib qo'yasizlar. Avtomobilimiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalar 100% toza, tayyor mashin, paklangan metan gazlari bor, 63.000 km yurgan. Bovlar toza qo'yilgan. Krugoy tonirovkalar urilgan mashina. Dostlar. Kожаный salon bo'ladi, lyuki, o'zining monitori, hammasi bor. Metan pakleniya. Dostlar. Salon var ham, toza turibdi. Akkuratniy qarab minilgan mashina. Monza Karabri yandan soz bo'lsa, videomizni berib qo'yasizlar. 2023-yil, kraskalari 100% toza, 63.000 probeg. Krugoy tonirovka ruxsatnomalari bor. Avtomobilimizning bahosi 165 million so'm. Ustidan naqd pul bilan sizlar yana gazlab bersak bo'ladi. Soda qilib olasizlar. Avto kredit oladigan bo'lsangizlar, sizlarga kredit grafiklarini ham hisoblab chiqarib beramiz. Qiziquvchilar bo'lsa, Qo'shib avtomarketda sotib olib qo'yilgan mashinamiz, kelib xarid qilaverasizlar.